Bu men oldida yana sharmanda bo'ldim. Ochyapman. Hali ham Musong o'sha yerda ekan, omadingga. Agar politsiya kelmaganida allaqachon seni mangi o'ldirib yuborgan bo'lardi. Bu meni oldida yana sharmanda bo'ldim. Bo'mi deb jonga tegib ketding boru. Nima qilibdi uni oldida kalta yesang, erkakchilikda bo'lib turadi. Nima qilmoqchisan? Urushmoqchimisan? Bu senga pako emas. Qo'rquv shunday narsaki, haqiqiy dahshatni boshingdan kechirgan bo'lsang, kichik narsalar seni ortiq qo'rqitmay qo'yadi. Qiziqchi uchovlon kichikroqlariga kiradi. Lekin o'sha mangi uni bo'g'ib olgan daqiqalar Xobbin uchun eng kuchli dahshat edi. Yo'q, unda qilolmayman. Shunisi yaxshi. Agar yana o'shanga duch keladigan bo'lsang, hammasi tamom. Tayxun seni yoqimtoy ekan deb bor kuchi bilan urushmagan, shuni bilib olgan. Lekin bunisi odam emas.